Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Navbatdagi bepul darsimizda sizlarni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Bugungi darsimizda arab tilida sonlarni qanday ishlatilishligi, aytilishligi qoidalari va soatni qanday ifodalanish kerak ekanligini va shunga tegishli ba'zi bir qoidalarni ko'rib o'tamiz inshaalloh. Arab tilida sonlarni ishlatilishligi boshqa tillarda sonlarni ishlatilishidan ko'ra biroz murakkabroq bo'lganligi uchun bunda bir qancha qoidalari bor. Mana shu qoidalarga ko'ra ishlatilganda yana to'g'ri ifodalagan bo'lamiz. Xo'p, demak, darsimizni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi yassir va la tu'assir, Robbi tammim bil xayr, Robbi shrah li sadri va yassir li amri, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Robbi zidna ilman va fahman. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi betni oxiridagi qoidalarni ko'rib chiqamiz. Birinchi qoidada aytayaptiki, 1 va 2 sonlari bir-biriga moslashadi. Bir-biriga moslashadi deganda, demak jinsda, ya'ni rodda bir-biriga moslashishligi kerak bo'ladi va sonda bir-biriga moslashadi. Bu bir-biriga moslashadi degani 1 va 2 sonlariga tegishli. 1 va 2 deganda, ya'ni 1 2, 11 12, 21 22, 31 32, qaysi sonda 1 2 bo'ladigan bo'lsa, mana shularni barchasini o'z ichiga oladi bu qoida. Bu yerda endi moslashligini ko'ramiz. Kitabun wahidun. Bitta kitob demoqchi bo'lsak, kitabun ham birlikda turadi, wahid ham birlik ko'rinishida turadi, ya'ni bir soni aytiladi va rodda bir-biriga moslashadi. Jinsda deganda kitabun ham muzakkarda, ya'ni murska rodda turibdi, wahid ham wahidatun ko'rinishda emas, wahidun ko'rinishda, ya'ni muzakkarda turibdi. Mana shu bir-biriga moslashadi degan qoidaga misol bo'ladi. Kitabun wahidun. Agar bu yerda jinskiy roddagi predmet bo'lsa edi, jinsda moslashishlik uchun bu yerda wahidun emas, wahidatun kelar edi. 1 va 2, endi 2 ga ham xuddi shu qoida tegishli. Qalamani, isnani, qalamani. Sonda moslashishligi ani ikkilik qo'shimchasini olyapti predmet va bu yerda ham oxirdan 2 raqamini aytamiz. Bu sonda bir-biriga moslashishligi, jinsda bir-biriga moslashishligi esa qalam so'zi qalamani muzakkarda, ya'ni murska rodda turibdi. Isnani ham isnatani ko'rinishida emas, isnani ko'rinishida aynan muannasda ishlatilyapti. Mana shu bir-biriga moslashishligi hisoblanadi. Demak, 1 va 2 da, 11 12, 21 22 larda har doim mana shunaqa bir-biriga moslashadi. Xo'p, endi 3 dan boshlab 9 gacha boshqacharoq ko'rinishda bo'ladi. Qoidasini ko'ramiz bu yerdan. Aytayaptiki, 3 dan 10 gacha sonlarda esa sonning jinsi narsaning jinsiga, ya'ni sanalayotgan predmetning jinsiga teskari bo'ladi. Ya'ni bittasi muzakkarda bo'lsa, ikkinchisi muannasda turishligi kerak bo'ladi va izofiy holatda turadi. Izofa holatida turadi deyildi. Demak, izofa holatida birinchi sonni oxiri domma bilan turardi. Izofada ikkinchi so'zni oxiri bo'ladigan bo'lsa, kasrali tanvin bilan tugashi kerak. Mana shunga izofa holati deyiladi. Keyingi qoidasi, sanalayotgan narsa esa ko'plik holatda bo'ladi. Demak, 3 dan 10 gacha bo'lgan narsalarni 3 ta, 5 ta, 10 ta deb sanaganimizda doim sanalayotgan narsani ko'plik shaklda, ko'plik ko'rinishini beramiz. Birlik, ikkilik emas, aynan ko'pligini. Demak, mana shu 3 ta qoidasi bor. 3 dan 10 gacha bo'lgan sonlarda sonning jinsi narsaning jinsiga teskari bo'ladi. Ya'ni son bilan sanalayotgan predmet bittasi muzakkar bo'lsa, ikkinchisi muannas bo'lib bir-biriga teskari bo'lishligi kerak. Ikkinchi qoidasi esa izofiy holatda turishligi kerak. Ya'ni birinchi so'z domma bilan tugaydi, ikkinchi so'z kasrali tanvin bilan tugaydi. Uchinchi qoidasi esa sanalayotgan narsa doim ko'plik ko'rinishida, jama ko'rinishida keladi. Misollarini endi ko'ramiz. Salasa, mana 3 dan boshlab, salasatu kutubin. Birinchi qoidaga tushishligi, jinsi bir-biriga teskari holatda turishi kerak. Bittasi muzakkar bo'lsa, ikkinchisi muannas bo'lishi kerak deyildi. Salasatu kutubin. Bu yerda shunaqa holatda turibdi, demak, bu yerda bittasi tamarbuta olyapti, bunisi esa muzakkar holatda turibdi. Yoki arba'atu rijalin. 4 ta erkak degani, rijal bu yerda sanalayotgan narsa muzakkar bo'lgani uchun sonni muannasda berishimiz kerak, tamarbutani qo'shib turib, bir-biriga zid qilgan holatda. Yoki xamsatu avladin. Bu yerda avlad bolalar degani 5 ta bolalar. Bolalar so'zi demak muzakkarda bo'lganligi uchun
Buni zid qilib sonni muannasda tamarbuta qo'shgan holatda ishlatishimiz kerak. Bir-biriga jinsda zid bo'lishligi bu birinchi qoidasi edi. Ikkinchi qoidasi endi izofa holatda turadi deyildi. Izofa holat deganda birinchi so'zni oxiri domma bilan, ikkinchi so'zni oxiri kasrali tanvin bilan tugashligi. Mana shunaqa holatda turishligi kerak hammasi. Demak, oxiridagi harakatini aytadigan bo'lsak, salasatu kutubin deb albatta oxirini kasrali qilib aytamiz. Birinchi so'zni oxiri esa dommali qilib aytamiz. Yoki arba'atu rijalin, mana shu oxirini in qilib aytishimiz kerak. Xamsatu avladin. Bu ikkinchi qoidasi edi, izofa holatda turishligi. Uchinchi qoidasi bo'lsa, endi sanalayotgan predmet har doim ko'plik shaklda keladi deyildi. Mana kitob emas kutub bo'lyapti, rojul emas rijal bo'lyapti, valad emas avlad bo'lyapti. Ko'plik shaklda keladi doim. Demak, bu 3 ta qoida 3 dan 10 gacha bo'lgan sonlarga tegishli edi. Keyingi misollarda ham sittatu riyalatin yoki sab'atu abwabin 6 ta riyol 7 ta eshik, 8 qisosin 8 ta qissa, 9 ikhwatin 9 ta aka-ukalar, 10 qurushin 10 ta qurush. Xo'p, demak, mana shularga tegishli bo'lgan 3 ta qoidani eslab qolamiz. Birinchisi demak, bir-biriga rudada zid holatda turadi jinsda. Ikkinchisida izofa holatda turadi, ya'ni birinchi so'zni oxiri domma bilan, ikkinchi so'zni oxiri kasrali tanvin bilan tugaydi. Uchinchi qoidasi esa sanalayotgan predmet har doim ko'plik ko'rinishida keladi. Xo'p, demak, keyingi sahifaga o'tamiz. Demak, 1 dan 10 gacha bo'lgan xuddi hozirgi sonlarning qoidasi endi muannasda ko'rsatyapti. Bu yerda predmetlar muzakkardagi predmetlar sanalgan edi. Endi bu yerda muannasdagi predmetlar sanaladi. Bunda ham xuddi shunaqa 1 va 2 da xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Haqibatun va hidatun 1 va 2 da bir-biriga moslashadi dedik, jins bo'yicha. Haqibatun ham oxirida toy marbuta bor, va hidatun ham oxirida toy marbuta bor. Bitta sumka degani. Yoki kurrosatani ani qo'shimchasini oladi, ikkalasi ham va mana yerda 2 soni keladi. Kurrosatani endi tamarbuta bu yerda bor bo'lib tani bo'lgani uchun isnatani, isnani emas isnatani qilib bir-biriga moslagan holatda ishlatamiz. 3 dan 10 gacha bo'lgan sonlarda yuqorida aytganimiz kabi 3 ta qoida bo'yicha bir-biriga moslashadi, ya'ni jinsi bir-biriga teskari bo'ladi. Son mana oxirida tamarbutasi yo'q, sonlarda muzakkarda turibdi sonlar. Narsalar bo'lsa predmet nomlari muannasda turibdi hammasi. Bir-biriga jinsda teskari bo'lishligi birinchi qoidasi edi. Ikkinchi qoidasi izofa holatda turadi. Birinchisi domma bilan tugaydi, ikkinchi so'zni oxiri kasrali tanvin bilan. Xo'p, uchinchi qoidasi sanalayotgan predmet ko'plikda keladi. Salasatu hadiqatin 3 ta bog', arba'atu majallatin 4 ta jurnal, khamsu mumarridatin 4 majallatin, khamsu mumarridatin 5 ta hamshira, 6 mudarrisatin 6 ta mudarrisa, ya'ni o'qituvchi, 7 madrasatin 7 ta madrasa, 8 hafilatin 8 ta avtobus, 9 banatin 9 ta qiz, 10 ghurafin 10 ta xona. Demak, mana shu ko'rinishda bo'lishligi kerak. Mana shu 3 ta qoida bo'yicha bir-biriga moslashadi. Keyingisi endi 11 dan 19 gacha bo'lgan sonlar qanaqa ishlatilinadi? Xo'p, 11 dan 19 gacha bo'lgan sonlarni aytilishida birinchi birlik sonlar keladi, keyin 10lik sonlar keladi, keyin aytilayotgan predmet keladi. Ihda ashara 11 degani, isnata ashara, salasa ashara, arba'a ashara. Demak, bu yerda qoidasi kelyapti. 11 dan 19 gacha bo'lgan sonlarda avval birlik, keyin 10lik va oxirida sanalmish, ya'ni sanalayotgan predmet kelishi kerak bo'ladi mana. Birinchi birlik son kelyapti, 1 raqami, keyin 10 kelyapti. 1 ni birinchi aytib, keyin 10 ni aytsak 11 degan bo'lamiz. 2 deb turib keyin 10 ni aytsak 12 degan bo'lamiz. 3 deb turib 10 ni aytsak 13 degan bo'lamiz. Shu tarzda sanaladi. Keyingi qoidasida aytayapti, 11 va 12 sonlarida barcha so'zlar bir-biriga moslashadi va bir xil jinsda turadi. 11 va 12 da demak yuqoridagi 1, 2, 11, 12, 21, 22 da bir-biriga moslashishi kerak. Barcha qoidasi bo'yicha degandek, ihda ham muannasda turibdi, asharata ham muannasda turibdi, tamarbutasi bor. Xo'p, haqibatan ham muannasda turibdi.
isnata bu yerda ham muannasda, asharota ta marbutasi bor muannasda. Haqiqatan bu ham muannasda turibdi. Demak, 1-2da, ya'ni 11-12da bir-biriga moslashishligi kerak bo'ladi. Bir xil jinsda bo'ladi. Endi 13dan 19gacha bo'lgan sonlarda esa birlik sonning jinsi o'nlik va sanalmishni jinsiga teskari holatda turadi. Demak, birlikdagi sonni jinsi mana shu 13dan 19gacha birlikda turgan mana bu sonlar qorada qilib qo'ygan. Mana bu o'nlikdagi va sanalayotgan narsani rodiga teskari holatda turadi. Ya'ni bular muannas muzakkarda bo'lyapti. Murskiy rodda oxirida tamarbutasi yo'q. Bular esa o'nlik bilan sanalayotgan narsa ikkalasi ham muannasda turibdi. Ya'ni oxirida tamarbutasi bor. Mana shu birinchisini qolgan ikkitasiga jinsi teskari holatda turishligi kerak bo'ladi. Demak, salasata asharata haqibatan 13ta sumka, arba'a asharata haqibatan 14ta sumka, 15 haqibatan mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, endi keyingi qoidasida ushbu sonlar fathaga mabni bo'lgan va ularning harakati o'zgarmaydi. Ya'ni mana shu sonlarni oxiri har doim fatha bilan tugaydi. Sonni oxiri ham, birlik sonni oxiri ham, o'nlik sonni oxiri ham, sanalayotgan predmetni oxiri ham, demak, fatha bilan tugashligi kerak bo'ladi. Ko'rgan bo'lsak, hammasida fatha ko'rinishda tugayapti. Xo'p, keyingi sahifaga o'tamiz. Keyingi sahifada xuddi shu 11dan 19gacha bo'lgan sonlarni muzakkarda ko'rinishi, ya'ni bu yerda muzakkardagi predmetlarni endi sanashlikni ko'rsatib beriladi. Tushunarli bo'lyaptimi? Orada savollar tug'ilsa bemalol so'rashinglar mumkin. Qo'linglarni ko'tarsanglar mikrofonni ochamiz. Xo'p, qoidada aytilyapti. 11dan 19gacha bo'lgan sonlarda avval birlik, keyin o'nlik va oxirida sanalmish keladi. Boya aytganimiz kabi avval birlik son yoziladi, keyin 10 degan son yoziladi, o'nliklar. Undan keyin sanalayotgan narsa yoziladi. Shunaqa ketma-ketlikda bo'ladi. Va 11-12 sonlarda barcha so'zlar bir-biriga moslashadi va bir xil jinsda turadi. Ya'ni ahada, boya ihda bo'lib muannasda kelgandi, chunki sanalayotgan predmet muannas edi. Bir-biriga moslashishligi kerak. Bu yerda kitob, ya'ni muzakkardagi predmet sanalayotgani uchun endi ahada keladi muzakkarda. Boya asharota bo'lib oxirida tamarbuda kelganda, endi ashara bo'lib oxiridagi tamarbuda tushib qolib muzakkar holatda kelyapti, chunki sanalayotgan predmet bu yerda muzakkarda, bir-biriga moslashishligi kerak. Ahada ashara kitaban. Demak, xo'p, 11 ta kitob va yana bitta tarafi mana shu sanalayotgan predmet bu yerda endi 11dan 19gacha bo'lgan sonlarda birlik ko'rinishda keladi. 3dan 10gacha bo'lgan sonlarda ko'plik shaklda kelardi sanalayotgan predmet. 11dan 19gacha bo'lgan sonlarda demak birlik ko'rinishda keladi. Isna ashara kitaban 12 ta kitob. Salasata ashara kitaban. Endi bu yerda 13dan 19gacha bo'lgan sonlarda esa birlik sonni jinsi o'nlik va sanalmishni jinsiga teskari holatda turadi. Endi bu yerda birinchisida tamarbuta bor bo'ladigan bo'lsa, qolgan ikkitasiga qo'ymasdan ishlatishimiz kerak bo'ladi, chunki bir-biriga teskari holatda turishi kerak deyilyapti. Salasata ashara kitaban. Demak, buni muannasda aytamiz. Agar sanalayotgan predmet muzakkardagi predmet bo'lsa, boshidagi sonni muannasda aytishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana shu o'nlik bilan predmet muzakkarda tursa, boshidagi son muannasda aytilishligi kerak bo'ladi. Ushbu sonlar fathaga mabni bo'lgan va ularning harakati o'zgarmaydi. Demak, hammasini oxiri, 3tasini oxiri ham fatha bilan tugashligi kerak bo'ladi. Arba'ata ashara kitaban. 14 ta kitob. Khamsata ashara kitaban. 15 ta kitob. Sittata ashara kitaban. Demak, sab'ata, samaniyata, tis'ata hammasini oxirida tamarbuta bilan aytamiz, chunki sanalayotgan predmet muzakkarda bo'lgani uchun buni muannasda qilib aytamiz, chunki bir-biriga zid bo'lishligi kerak degan qoidasi bor. Xo'p. Sonlardan demak mana shu yerda kifoyalanamiz. Sonlarning qoidasi birinchi murakkab bo'lganligi uchun buni o'zlashtirib olsanglar 19gacha bu yog'ini inshaalloh yana bir dars tashkil qilib tushuntirib beramiz. Hozir soatlarni aytilishi bo'yicha ko'rib chiqamiz. Soatlarni aytilishligi arab tilida unaqa qiyin emas.
savollar bo'lsa so'rashinglar mumkin bemalol. Xo'p, arab tilida soatni aytilishligi. Demak, kecha va kunduzga bo'linadi. Naharun kunduzgi soat, layla kechki soat. Xo'p, endi mana bu yerda ba'zi vaqtlar bor. Qabla zuhr. Xo'p, bu yerdan boshlanyapti. Mana 5, 6, 7 dan boshlab, tongdan boshlaymiz. Sabahan deb ishlatiladi. Birorta soatni aytganimizda, misol uchun 5 ta 5 soat, ertalabki 5 yoki ertalabki 6 bo'ldi, ertalabki 7 bo'ldi deganimizda oxirida mana shu sabahan so'zini ishlatamiz. Mana shu 3 ta raqamda 5, 6, 7 degan soatlarni aytsak, sabahanga kiradi. Bu sabahanni ishlatamiz. Endi 8, 9, 10, 11 qabla zuhr, ya'ni obeddan avval, zuhrdan avval deb aytiladi. 12, 1 esa zuhr deb aytiladi, ayni obed vaqti. 2, 3 esa ba'da zuhr, ba'da keyin degani, qabla avval degani. Bu yerda endi ba'da zuhr, obeddan keyin hisoblanadi. 2, 3. Endi 4, 5, 6 o'sha masaan, kechki payt degani masaan. 4 bizda ba'zida hop kechki payt hisoblanmaydi. Boshqa tillarda, misol uchun 6, 7 dan boshlab kechki payt deb hisoblanadigan bo'lsa, bu yerda arab tilida 4 dan boshlab 4, 5, 6, 7 to 8 gacha masaan ko'rinishida ishlatilinadi. Kechki soatda deb aytishlik uchun. Endi 8 dan keyin 9 dan to sabah vaqtigacha, ya'ni tun soat 4 gacha laylan, ya'ni tun deb ishlatilinadi. Tungi deb. Mana shu anaqaga bo'linadi. Endi bu yerda soatlarni aytilishligi kelyapti. Soat 7 bo'ldi deyishlik uchun, bu yerda kechki 7 bo'ldi deyishlik uchun as-sa'atu sabi'atu masa'an ko'rinishda aytamiz. As-sa'atu sabi'a, sabi'a 7 degani, rona 7 bo'ldi degani, masa'an kechki 7 degani. Endi ertalabki 7 deyish uchun as-sa'atu sabi'atu bir xil ko'rinishda aytiladi. Ikkalasi ham as-sa'atu sabi'atu, endi kechki 7 ni aytyaptimi, ertalabki 7 ni aytyaptimi, mana shuni ajratib olishlik uchun yuqorida ko'rib o'tganimiz masa'an, kechki yoki sabahan, tongi kabi so'zlarni ishlatishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak bu yerda as-sa'atu sabi'atu sabahan, ertalabki 7 ni aytyapti. Ertalabki 7 bo'ldi deyapti. As-sa'atu al-ashiratu, ashira 10 degan edi. Soat 10 bo'ldi. Laylan, endi bu yerda 10 ni kechki bo'ladigan bo'lsa, laylga kiradi, tungi deb aytdik. Laylan deb aytamiz. Tungi soat 10 bo'ldi deyapti. As-sa'atul ashiratu, endi kunduzgi soat 10 ni aytadigan bo'lsa, as-sa'atul ashiratu qabla zuhr yoki naharon ko'rinishda aytamiz. Qabla zuhr, zuhrdan avval degani, ya'ni peshindan avvalgi soat 10 bo'ldi degani. Xo'p, endi bu yerda as-sa'atu saniyata ashara. Saniyata 2, ashara 10 degani, birinchi 2 ni aytib keyin 10 ni aytsak 12 degani bo'lardi. Yuqorida sonlarda o'tdik. As-sa'atu saniyatu ashara zuhron deb aytamiz, chunki bu 12 zuhron deb, zuhr vaqti, ya'ni peshin vaqti deb aytiladi dedik. Kechasiga 12 mi, ertalabki 12 ni aytyaptimi, kunduzga, mana shuni tushunishligi uchun zuhron yoki laylan so'zlarini soatni oxiridan ishlatishimiz kerak bo'ladi. Bular endi soat rovna birorta soat bo'lganligini aytishlik edi. Misol uchun yarim bo'ldi yoki 15 minut o'tdi, 15 ta kam o'tdi deyishlarni hali ko'rmadik. Rovna holatda aytganimizda mana shu as-sa'atu deb boshlab turib, o'sha sonni o'zini aytamiz va ertalabki bo'lsa sabahan, obedki bo'lsa zuhron, kechki paytga bo'lsa masa'an, tungi bo'lsa laylan so'zlarini soatni oxiridan ishlatishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi birorta daqiqa o'tdi deyishlikni ko'ramiz. As-sa'atul wahidatu va 5 daqoiq. Xo'p, demak o'tdi degan so'z arab tilida birorta daqiqa o'tganligi mana va bilan ifodalanadi. Mana shu soatda ishlatiladigan va o'tdi degan ma'noni beradi. 1 dan 5 daqiqa o'tdi deyishlik kerak. Birinchi soat 1 deb olamiz. As-sa'atul wahidatu soat 1 degani va 5 daqoiq va 5 daqiqa o'tdi degani. 5 5 bu daqiqa so'zi endi 5 dan 3 dan 9 gacha bo'lgan sonlar sanalganda, sanalayotgan predmet ko'plikda keladi dedik. Shuning uchun daqoiq bo'lib ko'plik ishlatilyapti. Mana shu va o'tdi degani, o'tdi degan ma'noni bildiradi. Demak 1 dan 5 daqiqa o'tdi. Keyin esa 2 dan 10 daqiqa o'tdi deyishlik uchun
as-sa'atu s-saniyatu, birinchi mana shu ikkisini aytib olamiz. As-sa'atu s-saniyatu, soat 2 va 10 daqoiq va 10 daqiqa o'tdi. Mana shu va ni o'tdi deb tarjima qilamiz. Keyingisi 3 dan 15 daqiqa o'tdi deyish uchun birinchi soat 3 deb olamiz. As-sa'atu s-salisatu, soat 3 va 15 daqiqa o'tdi deymiz endi. Va 15 daqiqa. Soatni ayta olishlik uchun birinchi sonlarni yaxshilab yodlab olishlik kerak. Sonlarni yodlagan bo'lsanglar, unaqa aytilishi qiyin emas, inshaalloh. Va 15 daqiqa va 15 daqiqa o'tdi. Endi mana shu 15 daqiqa o'tganligi ikki xil ko'rinishda ishlatilinadi. Birinchisi, demak 3 dan 15 daqiqa o'tdi deb 15 daqiqa degan so'z bilan aytamiz va 15 daqiqani bitta so'z bilan rubu ko'rinishida ifodalasak bo'ladi. As-sa'atu s-salisatu var-rubu deydigan bo'lsak, 3 dan 15 daqiqa o'tdi degan bo'lamiz. Mana shu rubu har bitta soatga nisbatan 15 daqiqa ma'nosida ishlatilinadi. Rubu degani aslida 4 dan 1 degani. Butun soatni demak 4 ga bo'ladigan bo'lsak, 3 ta 3 tadan tushadi. Mana shu 4 dan 1 demak rubu hisoblanadi. 15 daqiqadan tushadi, ya'ni 4 ga bo'lsak, mana shu 4 dan 1 degan ma'noni bildiradi. Xo'p, demak bu ham 3 dan 15 minut o'tdi degan ma'noda ishlatsak bo'ladi. Yoki yuqoridagi 15 so'zni ishlatgan holatda 15 daqiqa o'tdi desak ham bo'laveradi. Keyingisi 4 dan 20 daqiqa o'tdi deyish ham xuddi shunaqa ikkita ko'rinishda ifodalanadi. Birinchisi demak 20 daqiqa so'z bilan ifodalaymiz. As-sa'atu r-rabi'atu, birinchi soat 4 deb olamiz. Keyin o'tdi degan ma'noni beruvchi va ni qo'yamiz orasiga va 20 daqiqatan. 20 20 degani, daqiqatan daqiqa degani va 20 daqiqa o'tdi. Mana va ni o'tdi deb tarjima qilamiz. Va ikkinchi ko'rinishda aytilishi as-sa'atu r-rabi'atu was-sulusu. Mana shu va as-sa'atu r-rabi'atu soat 4 deb turib, va o'tdi degan ma'nodagi va ni berib, undan keyin sulusu degani 20 degan ma'noda, ya'ni 3 dan 1 degan ma'noda ishlatilinadi. Butun soatni demak 3 ga bo'ladigan bo'lsak, uni 3 dan 1 20 ga teng bo'ladi. Shuning uchun bu yerda 3 dan 1 mazmundagi sulusuni ishlatishimiz ham mumkin bo'ladi. Savollar bo'lsa marhamat. Ozgina balandroq gapiring, telefonim past. Iltimos. Tamam. Xo'p, keyingisi 5 dan 25 daqiqa o'tdi ko'rinishida aytilishligi kerak. Endi 25 daqiqani as-sa'atul xomisatu, birinchi soat 5 deb olamiz. Keyin o'tdi ma'nosini beruvchi va ni qo'yamiz undan keyin va 25 sonini aytamiz. Xomsun va 20. Xomsun 5 degani va 20 20 degani. Birinchi 5 raqamini aytib keyin 20 ni aytsak, 25 degan bo'lamiz arab tilida. Xo'p, xomsun va 20 oxirida daqiqatan, daqiqa so'zini qo'yamiz. As-sa'atul xomisatu va xomsun va 20 daqiqatan. Demak 5 dan 25 daqiqa o'tdi degani. Endi 6 dan 30 daqiqa o'tdi, 6:30 bo'ldi deyishlik uchun as-sa'atu s-sadisatu, birinchi soat 6 deb olamiz. As-sa'atu s-sadisa va degan ma'noni beramiz. 30 daqiqatan va o'tdi degan ma'noda. Endi 30 degani daqiqatan daqiqa, 30 daqiqa o'tdi. Mana shu va ni o'tdi deb tarjima qilamiz. Xo'p, endi ikkinchi aytilishligi yarim degan so'z bor. Nisfu so'zi bilan ifodalanadi. Yarim, yarimta degani. Demak, 30 daqiqa o'tdi demasdan 6:30 bo'ldi deydigan bo'lsak, mana shuni nisfuni aytsak ham bo'ladi. Soat 6 deb turib, as-sa'atu s-sadisatu o'tdi ma'nosini aytuvchi va ni oraga qo'yib, keyin nisfuni aytamiz. As-sa'atu s-sadisatu va nisf desak, 6:30 bo'ldi degan ma'noni ifodalaydi. Xo'p, demak bular va bilan kelishi, mana shu oraga va qo'shilishligi hammasi o'tdi deyishlik uchun ishlatilinadigan ko'rinishi edi soatni. Endi mana u illa oraga qo'shilishligi bu qoldi, ya'ni o'zbek tilida takam deb beramiz buni tarjimasini. 15 takam bo'ldi, 20 takam bo'ldi, 5 takam bo'ldi deb bersak, bu qoldi degan ma'noni ifodalaydi. 5 daqiqa qoldi 8 bo'lishiga, misol uchun, 20 daqiqa qoldi, 15 daqiqa qoldi deyishlik
Mana shu illa bilan ifodalanadi. Demak, va o'tdi degan ma'noda, illa qoldi degan ma'noda. Xo'p, endi soat 7:35 bo'lgan bo'lsa, ya'ni 8 bo'lishiga 25 daqiqa qoldi. 25 takam 8 ni shunday ko'rinishda aytamiz. Birinchi soat 8 deb olamiz. As-sa'atu saminatu, soat 8 bo'lishiga endi illani qoldi degan ma'nodagi illani beramiz. Va 25 daqiqatan. Illa 25 daqiqatan. Illa qoldi degani 5 degani va 20 bu 5 bu 20. Birinchi 5 ni aytib keyin 20 ni aytsa 25 degan bo'lamiz. Va 25 daqiqa qoldi. Mana shu 25 takam 8 bo'ldi ma'nosida ishlatilinadi. Xo'p, yoki mana bu ko'rinishda aytsak bo'ladi. As-sa'atu as-sabi'atu wan-nisfu wa 5 daqiq. Bu yerda as-sa'atu as-sabi'atu soat 7 wan-nisfu va yarim 7 yarim degani va 5 daqiq va 5 daqiqa ma'nosida tarjima qilamiz. Ya'ni bu yerda mana 7 yarimni aytmoqchi. 7 yarim deyishlikni yuqorida 25 takam 8 deyishlik bilan ifodaladik. Endi 7 yarim deyishlik bilan aytmoqchi bo'lsak, ya'ni 7:35 demoqchi bo'lsak, as-sa'atu as-sabi'atu deb soat 7 deb olamiz. Va nisfuni yarim degan dedik yuqorida. Yarim degan ma'noni ifodalaydi. 7 yarim va 5 daqiq va yana 5 daqiqa o'tdi, ya'ni 35 daqiqa o'tdi degan ma'noni ifodalaydi. Keyingisi 8:40 bo'ldi deyishlik, ya'ni 20 takam 9 bo'lishiga 20 daqiqa qoldi deyishlik quyidagicha ifodalanadi. As-sa'atu at-tasi'atu, birinchi soat 9 ni aytib olamiz. Keyin qoldi ma'nosini ifodalovchi, takam ma'nosini ifodalovchi illani o'rtaga beramiz. 20 daqiqani undan keyin yozamiz. 20 degani daqiqa va 20 daqiqa qoldi. Soat 9 ga 20 daqiqa qoldi degani. As-sa'atu at-tasi'atu illa 20 daqiqa. Illa demak qoldi yoki takam deb tarjima qilamiz. Keyingisi, demak, endi bu yerda 20 takam 9 bo'ldini 8 dan 40 daqiqa o'tdi degan ma'noda aytmoqchi bo'lsak, as-sa'atu at-tasi'atu illa sulusan ko'rinishida aytsak bo'ladi. 8 dan 40 daqiqa o'tdi deyishlikni. Xo'p, endi keyingisi bu yerda as-sa'atu at-tasi'atu illa sulusan. Xo'p, keyingisida 9:45 bo'ldi deyishlik, ya'ni birinchi ko'rinishi soat 9:45 degani, ya'ni 10 bo'lishiga 15 daqiqa qoldi. 15 takam 10 deb ifodalashlik. As-sa'atul 'ashiratu, birinchi 10 ni aytib olamiz. Endi takam ma'nosini beruvchi illani o'rtaga qo'yamiz va 15 daqiqatan 15 daqiqa degan so'zni aytamiz. 15 15 degani daqiqatan daqiqa. As-sa'atul 'ashiratu illa 15 daqiqa degani soat 10 bo'lishiga 15 daqiqa qoldi, ya'ni 15 takam 10 degan ma'noni ifodalaydi. Xo'p, endi keyingi turda aytilishligi as-sa'atul 'ashiratu illa rub'an, ya'ni rubu' degani 4dan 1 degan ma'noni ifodalar edi. Ya'ni 15 daqiqa qoldi deyishlik mana shu 4dan 1 qoldi degan ma'no, 15 daqiqa qoldi degan ma'noni ifodalaydi. As-sa'atul 'ashiratu illa rub'an, 15 takam 10 degan ma'noni ifodalaydi. Demak, 15 sonini son bilan 15 deb aytsak ham bo'ladi, 15 daqiqa deb, yoki mana bu rubu'ni o'zi ham 15 degan ma'noni ifodalaydi, 15 daqiqani. Mana shu bilan aytsak ham bo'ladi. Xo'p, keyingisi soat 10 dan 50 daqiqa o'tdi, ya'ni 10 takam 11 bo'ldi. 11 bo'lishiga 10 daqiqa qoldi deyishlik. As-sa'atul hadiyata 'ashara. Hadiyata 'ashara 11 degani soat 11 deb olamiz va illa takam degan, ya'ni qoldi degan ma'nodagi illani berib 10 daqiqani keyin aytamiz. Illa 10 daqiq. As-sa'atul hadiyata 'ashara illa 10 daqiq. Soat 11 bo'lishiga 10 daqiqa qoldi deb tarjima qilamiz. Keyingisi 11 dan 55 daqiqa o'tdi. Xo'p, ya'ni
5 kam 12 bo'ldi deb aytishlik. As-sa'atu saniyata ashara, birinchi soat 12 deb olamiz. Saniyata ashara 12 degani, keyin 5 daqiqa qoldi deyishlik kerak 12 ga. As-sa'atu saniyata ashara illa 5 daqoiq. Illa qoldi degani 5 daqoiq 5 daqiqa degani. Soat 12 bo'lishiga 5 daqiqa qoldi. Xo'p, endi keyingisi 12, rovna 12 deb aytishlik. As-sa'atu saniyata ashara. Saniyata ashara 12 degani, oxirdan tamaman degani qo'shamiz. Tamaman degani rovna degan ma'noni ifodalaydi. Demak, soat rovna 12 bo'ldi deyishlik uchun yoki rovna 1 bo'ldi, rovna 2 bo'ldi deyishlik uchun mana shu rovna ma'nosida tamaman so'zini ishlatamiz. As-sa'atu saniyata ashara tamaman. Xo'p, demak, soatga tegishli qoidalarimiz mana shulardan iborat edi. Demak, bu yerda mana shu va o'tdi ma'nosida ishlatilinadi. Qoldi deyishlik uchun esa illani ishlatamiz takam ma'nosida. Tushunmagan joyinglar bo'lsa, savollaringlar bo'lsa marhamat. Bularni sonlarni yaxshilab yodlab olsanglar, keyin mana shu o'tdi deyishlikka qaysi harf ishlatilinadi, va'ni ishlatdik, qoldi deyishlikka illa ishlatilinadi. Mana shularni qaysilari ishlatilinadi yoki obedga soatni ifodalash uchun ertalabki soatni, kechki paytki yoki tungi soatni ifodalashlik uchun mana shu so'zlar ishlatilinadi dedik. Sabahan, masaan, laylan, zuhran ko'rinishdagi video darslikdan ko'rib biz aksini tashlaymiz buni. Yana bir bularni yozib chiqib, ma'nosi bilan yaxshilab yodlab olsanglar, o'zlashtirib olasizlar. Inshaalloh aytishlik qiyin bo'lmaydi yodlagandan keyin. Yodlamagungacha biroz chalkashdek ko'rinadi, lekin yodlab olsanglar, keyin aytishlik oson bo'lib qoladi inshaalloh. Xo'p, mana shu yerda darsimizni yakunlaymiz. Savollar bo'lmasa, Alloh manfaatli qilsin, ilminglarni ziyoda qilsin. Alloh panohida bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Darsga kechikib kirganlar video darsligidan ko'rib o'zlashtirib olasizlar inshaalloh. Savollar tug'ilsa bemalol kommentga yozib so'rashinglar mumkin bo'ladi.